Hamma joyda alkash, narkotika, sigareta. Короче, biz Amerikada yomon joylarda yuribmiz hozir. Amerikani faqat chiroyli joyini emas, bunaqa joylarni ham ko'rsatib turamiz sizlarga. Biz kamera ko'tarib yurganimizga bizani yonimizga kelib, nimaga videoga ovozsan deb savollar so'rashyapti. Shuning uchun o'zimizga mana bunaqa bit olganmiz. Hozir aytayapti, meni kameraga olma deyapti. Yaqin kelib gapiradigan bo'lsa, bitta bor. Ko'rasizlarmi so'kishini? E'tibor berish kerak emas. Ichqatga qaramasdan, tekis qarasanglar, ular e'tibor ham bermaydi. O'zbekistonda shularni yuborib yuborish kerak. Johir nima deysiz? Polni nasha hamma joy. Just a quick question for you. So what do you think about homeless people around here? I can't judge them because I was homeless for like 4 months. I have 3 kids and I'm a single mom. And it was a really scary situation. I feel for them. I worked with kids and I know of homeless kids. Thank you so much. Appreciate it. Thank you. Davlat o'zi hech narsa qilmayapti. Qanaqadir shelter qilyapti deyapti. Shelter degani alkashlar uchun qanaqadir joy. U joyda odamlar yashaydi. Endi o'sha joydan haydab yuborishyapti ularni deyishyapti. Yoshligidan ularni tarbiyalab berish kerak deyapti. Yasharboy, nima deysiz? Masalan, O'zbekistonda qanday osh, masalan, part of culture, it's impossible to get rid of. Ularda ham shu homelesslik endi bilmadim, qonida bor. Shu bilan efirimiz tugadi. Siz bilan Mr. Abdi Aziz